Xudo xohlasa. Mana shuni qo'llarimiz ham daraxt bo'lguncha biz ham niyatimizga erishamiz. Bir choy damlab kel xotin. Xo'p. Ha, Bobur. Assalomu alaykum Farruh, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Yaxshi o'rtoq, o'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat o'rtoq. Yana ota bo'ldim, tabriklar. Tabriklayman, umr bilan berganmisan o'rtoq. Rahmat o'rtoq. Senga ham nasib qilsin. Faqat bitta yordaming kerak edi. Tug'ruqxonadan sani mashinangni olib chiqaylik. Kelinni ham olib kelgin. Xo'p. Bo'ldi, birga boramiz. Bo'pti, kutaman. Xo'p, o'rtoq, boramiz. Papasha, tabriklayman. Rahmat. Voy. Voy, muncha shirin. Hop ketdikmi? Ketdik. Yuramiz. Ketdik. Faqat birinchi sanikiga. Yurishni qilamiz. Keyin biz adashib qo'yamiz. Bo'ldi, o'rtoq. Kel onasi. Kel qizim. Kel. Katta bo'lib qoldi, ko'rdingmi? O'rtoq. Men senga bitta sovg'am bor. Men ham senga bitta yangiligim bor. Yo'q, birinchi men aytib qolay. Esingda bo'lsa, men mashina senga yoqqandi. Mana. Mashina kalti o'rtoq. Mendan senga sovg'a. Mashinani qo'y o'rtoq. Men senga boshqa narsani aytmoqchiman. Nima? Bu bola endi sizlarniki. Biz bu bolani sizlarga atagandik. Hazillashyapsanmi? Biz ancha o'ylab shu qarorga keldik. O'rtoq. Ehtiyot. To'g'risi oson bo'lmadi. 9 oy qizim bilan har kun gaplashdim. Sani bizdan ham mehribonroq ota-onaga beramiz qizim. Faqat xafa bo'lmagin deb har kun kechqurun ayolimni qo'limdan qizim bilan gaplashib chiqdim. Bilasanmi? Qizim sizlarni taniydi. Chunki men har kecha sizlar haqlaringizda unga aytib chiqardim. Bolamni ehtiyot qilinglar. Yana bitta narsani iltimos qilamasanmi? Xudo xolasa farzandlaring ko'payib ketsa, men dilbandimni yolg'izlatib qo'yma. Ko'p mehmonga yetib tur. Sog'inaman.